Shu bitta quyoshdan kuch olar falak. Millatning ham shunday yagonasi bor. Bu olmos urug'im til erur beshak. Shu tanha olmosim asrab kelganlar, ey ona til deya fido bo'lganlar. Bunda Qoshg'ariyning xirmoni bordir, Navoiy karvoni qiyomat qadar. Hazrat Yassavining hikmati yordir. Mavlono lutfini tushunsam agar, qo'ng'iroq vaqtni uyg'otgan jonlar, ey borini shu yo'lda fido etganlar. Ey umri dostonlar, toza imonlar, uyqusiz tunlarda tortilgan zahmat, kimdir yolg'on obro ovlab yurganda, siz Boburnomadan topdingiz rohat. Ey Qodiriy fitrat, Elbek o'g'lonlar, ibratdek suv tashib suvsiz qolganlar, yukni nor ko'targay yo'l og'ir mudom, qo'lyozmaga dönib ketgan kaftlari, ey siz G'ozi Yunus, ey Ayyub G'ulom, Otajon Hoshimning qondir daftari, ey bel turgan zo'rlar, ko'prik solganlar, Zohiriy domladek qatl bo'lganlar. Alibek Rustamiy bu ota tilning sharafin ko'tardi, ham bo'ldi sharif. Erkin vohid kezgan so'z chamanida, bulbulga aylandi Abdulla Orif. Misqollab terganlar, qoplab berganlar, dargohga quyoshday porlab borganlar. Alladay, duoday, yo'qlovday qutlug', ona til bahringda kichik g'avvosman. Qipchoq, o'g'iz, qarluq sadolaringga taqlid qilib yurgan ojiz bir sasman. Asl fidolaring bordir bo'lganlar, bu zotlar har biri oyday to'lganlar. Tabarruk G'aznamni asrab kelganlar, tabarruk G'aznamni asrab kelganlar.